Sizlar uchun yengilgina issiq taom retsepti. Avvalambor ishimizni bismillah deb boshlab, piyozlarimizni maydagina qilib, barakkina qilib to'g'rab olamiz va tavamizga sariyog' yoki oddiy moyni solib olib, piyozlarimizni suvi qochguniga qadar qovurib olamiz. Bu orada bolgarskiy hamda pomidorlarimizni chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Taomimizni ta'mi yanada totli bo'lishligi uchun tuz va ziravorlardan foydalandim. Pomidorlarimizni solgach, 2 minutcha qovurilgach, baqlajonlarimizni ham solib, yana 1-2 minut qovurib olamiz. So'ng ustini yopib, baqlajonlarimiz pishguniga qadar dimlab qo'yamiz. Ya'ni bu jarayon past olovda bajariladi. Bu orada tuxumchalarimizni atalab qo'yamiz. Salatimiz pishishiga 5 minut qolganda chesnok hamda ozroq suv qo'shamiz va birov aralashtirib olib, tuxumlarimizni ham ustidan quyib olib, ustini yopib, gazni tagini pasaytirib pishirib olamiz. Qarabsizki, salatli, juda ham mazali taomimiz ham tayyor bo'ladi. Ana endi o'zimiz tayyorlagan yokida ko'chadan sotib olgan qozon patirlar bilan yokida oddiy issiq nonlar bilan mazza qilib tanovul qilamiz. Azizlarim, taomga keladigan bo'lsak, haqiqiy jon rohati. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.